Let's go do'stlar, qaranglar, hozir biz Bilol do'stimiz bilan Abu Dabidamiz. Hozir bizga bir kishi yozdi-da, mana shu usulingiz bor, mana shu usulingiz bilan ko'chalarda qanaqadir o'yinlar qiling deyapti. Davay do'stlar, men sizlardan bir shart qabul qilaman. Mana shu videoni kommentiga shart yozasizlar, qanaqa qiziqarli yoki qiyin bo'lsa ham mayli, qanaqadir shart yozinglar. O'sha shartlardan biz 3 tasini qabul qilamiz. 3 tasini aniqlab olib, shu yerda Abu Dabida qachon o'sha 3 ta shartni bajarilsa, keyin boshqa davlatga yo'l olamiz. Do'stlar, qanaqadir shart yozinglar, bajarishga harakat qilamiz Bilol do'stimiz bilan. Do'stlar, eng ko'p like yiqqan 3 ta shartni 100% bajaramiz inshaalloh. Do'stlar, yaxshi shartlardan